Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Men 7-sinf Jahon tarixi darsligidan Sharqiy slavyanlar, Kiyev Rusiya mavzusini tanlab olgan holda jadval metodikasini, ya'ni mana shu kategoriyalashtirish har bir ma'lum bir o'sha tanlangan mavzudagi har bir jabhani, yillarni, tarixiy shaxslar, ya'ni o'sha hukmron sulolalar va hukmdorlarning ismlari va ular olib borgan urushlar, qaysi davlatlar bilan olib borgan, nima maqsadlarda va diniy jabha, siyosiy, huquqiy, iqtisodiy, ijtimoiy, geografik joylashuv kabi jabhalarini bo'lib har bir jadvalga o'rganish yondashuvimni mana shu mavzu orqali ko'rib turibsiz. Ya'ni 882-yilda Kiyev Rusiya davlatiga knyaz Oleg tarafidan asos solingan. 945-yilda esa Oleg vafotidan so'ng uni rafiqasi Olga tarafidan to ularning o'g'li Svetoslav voyaga yetguniga qadar Kiyev Rusi boshqarilgan. 964-yilda 22 yoshli Svetoslav hukmdor bo'lgandan keyin esa knyazlik taxtiga kelgandan keyin albatta Xazarlarga qarshi kurash yanada demak aytsak bo'ladiki avj olib, rus yerlarini Xazar xoqonligi ta'siridan, albatta o'sha salbiy ta'sirdan, ya'ni to'laqonli aytadigan bo'lsak, rus yerlarini Xazar xoqonligiga boshqa qaram bo'lmasligini istab yurishlar qilingan. Vladimir navbatdagi knyaz, demak 980-1015-yilda, 1019-1054-yillarda esa Yaroslav Donishmand ismli knyaz ham boshqargan Kiyev Rusi davlatini. Va albatta Kiyev Rusi ushbu davlat, demak mana shu Sharqiy slavyanlar tarafidan shakllantirilgan, yuzaga keltirilgan davlat Xazar xoqonligi, Bolgariya, ko'chmanchi Bijanaklar, Vizantiya bilan demak mana shu urushlar olib borgan va 12-asr boshlari, aniqrog'i 1120 va 25-yillar atroflarida Qipchoq xonlari bilan ham bir muncha jangi jadallar olib borilgan. Va alaloqibat bu 1113-1125-yillarda aynan o'sha ilk demak rus knyazi hisoblanadiki, Vladimir Monomakh Qipchoqlarni birinchi marotaba, ya'ni Qipchoq xonlarini mag'lubiyatga uchratgan inson hisoblanadi. Ammo undan keyingi sulola knyazlari davriga kelib esa Kiyev Rusi davlati ichida ichki siyosiy tarqoqlik yuzaga kelgan va Qipchoqlarni yana qaytadan bosh ko'tarib isyon qilib o'sha jangga kirishishi natijasida demak ularni maydonidan emas, aynan rus yerlariga yana qaytadan mana shu jangi jadal holatlari takroran yuz berishi boshlangan. Din va tartib masalasi 988-yilda xristianlik qabul qilindi. Yozma qonunlar to'plami bu aynan rus madaniyati va umuman mana shu rus Sharqiy slavyan aholisini qadimgi ijtimoiy munosabatlari, urf-odatlari, an'analari va udumlari aks etgan. Bu albatta rus haqiqati qonunlar to'plami hisoblanadi va shu bilan bir qatorda bu qonunlar to'plamida asosan, ya'ni ko'pchilik hollarda jarima tarzida jazo turi qo'llanilgan. Albatta qonunbuzar va albatta o'sha huquqbuzar insonlarga. Mana hurmatli kuzatuvchilar, Sharqiy slavyanlar Kiyev Rusi mavzusini, ya'ni aniqrog'i 7-sinf Jahon tarixi darsligida men odatda repetitorlik darslarini qanday o'tishim bo'yicha bir misol o'laroq bu video darsni nihoyasiga yetkazdim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.